Nima deysizlar, qo'limiz siqadimi, siqmaydimi? Mana ko'ramiz. Trekkerga bagaj davchik qo'ydik akalar. Endi qanaqa ishlanishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Ochasizda, mana ko'tarilyapti. Salondan ham ochib yopsangiz bo'ladi. Buni xavfsizlik jihatlari juda zo'r. Mana qarang. Nima deysizlar, qo'limiz siqadimi, siqmaydimi? Mana ko'ramiz. Qo'lim siqsa lekin sindirib yuboradi, deb qo'limni bor. Mana qaytyapti, ko'rdinglarmi? Xavfsizligi ham zo'r. Salondan ham knopka orqali ochib yopsangiz bo'ladi. Uni ham hozir ko'rsataman. Salondan ham mana shu bitta knopkani bosasizlar, bagaj ochiladi. Qulayligi zo'r o'g'aylar. Mana endi yopilishini mana ko'rasizlar. Trekker 2 mashinamiz ham poni full variantda shumay izolyatsiya qildi. Qolaversa hadoylarni yumshoq qilib berdik. Trekkerni maza qilib haydash uchun nima qilish kerak ekan o'g'aylar? Shumka, hadoy amortizator va bagaj davchik hamda kurgovoy tonirovka qilib olsangiz, maza qilib haydaysiz. Ushbu xizmatlarimizning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada narx so'zini yozib qoldiring. Biz narxlarni yozib yuboramiz. Shu videoni Trekker olgan akalarimizga yuborib qo'yamiz.